Profilga o'tadigan bo'lsak, menda 100 ta coin turibdi. Hali bitta ham ijaraga bermaganman, ishlatmaganman. Shuning uchun ham 100 tadan hali bitta ham ishlatilinmagan deb turibdi. Mening profilimni ochganingizda siz bir martalik profilingizni detallarini o'zgartira olasiz. Rasm qo'ya olasiz, foydalanuvchini nomi yokida nickname deymiz boshqa til bilan. O'zingizga nickname qo'ya olasiz, to'liq ism familiyangiz va tajribangizni necha yilligini fond bozorida savdo qilganmisiz yoki ichida yurganmisiz, necha yilligini yozib ketasiz. Va oxirgisi maqsadlar. Siz tradingni noldan o'rganmoqchimisiz? Treyderlar, investorlar bilan muloqotmi, o'rganishmi yokida bosh sovrinni yutmoqchimisiz? Maqsadingizni belgilab ketsangiz, bizada keyinchalik qaysi yo'nalish bo'yicha qiziqish ko'proq, shunga qarab turib ko'proq vnimaniyamizni yokida bosh sovrin deyiladigan bo'lsa, bosh sovrinni ko'paytirib boramiz. Bizga platformani rivojlantirishda yordam beradi bu. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, mening obunamga o'tsak bo'ladi. Bu yerda sizni tarifingiz necha oylik olgansiz? 1 oylik turibdi. Va kartam, qaysi kartadan pul yechib olishi. Har oy boshida avtomatik skidka bilan yechib olinadi. Ya'ni 65 ming to'laysiz 100 minglik obunaga. Va bu yerda istoriyalarni ko'rsak bo'ladi. Qaysi kunlari mendan necha pul yechib olgan. Keyingisi sozlamalar yokida ruschaga o'tqizsak bo'ladi, настройки. Bu yerda saytdan va botdan kelayotgan xabarlarni biz kontrol qila olamiz. Ya'ni signalli statuslari. Signal deb nimani aytamiz? Siz ideya yaratdingiz. Men Nvidia bilan Adobe ikkita ideya yaratganman o'tgan oy va ikkalasi bo'yicha informatsiyani Profit Arena botimiz bor Telegramda. Ikkalasi bo'yicha menga xabar kelgan. Botni yoqib qo'yganim uchun menga xabar kelyapti. Nvidia'ni ideya yaratildi deyapti. 25 ta coin 5% daromad qilish plan berilyapti. Adobe'da 7% daromad olmoqchi bo'lganman va bunga ham 25 ta coin tikkanman. 25-da fiksatsiya qilganimni ko'rsatyapti. Nvidia'ni fiksatsiya qilinyapti Profit bilan. 5% daromad olindi. Ideyalar bo'yicha xabarlarni saytdan ham kelib tursa bo'ladi, bu yerdan, уведомленияларdan yokida botdan ham keladigan qilsangiz bo'ladi. Telegramga sizga qulay bo'ladi xabarlarni kelib turishi. Yangiliklar deyapmiz. Yangiliklar haqida yana alohida gaplashamiz. Saytdan ham keladi, botdan ham keladigan qilib qo'ysangiz bo'ladi, yoqadigan bo'lsangiz. Darslar biz o'zimizni opit bilan, ya'ni tajriba bilan bo'lishganmiz. Qanaqa strategiyalar bor, foydali materiallar, hammasi bo'yicha video darslar olingan. Bu bo'yicha videoni yoqib qo'yishingiz mumkin saytda o'zidan yokida botdan ham yoqib o'chirib kontrol qilsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa qoida va kelishuvlar bo'yicha ham.